Assalamualaikum. Dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlar va do'stlar. Men hozir Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh markazi turib so'zlayapman. Yana bir soatda Yevropa Yahudi o'quvchilar uyushmasi vakolatan Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga elib berayotgan irqiy qirg'inchilik haqida shikoyat so'zlamoqchi. Xitoy hukumati 71 yilning yoqi Uyg'ur xalqiga elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatmadi. Mening oilam va chet eldagi nurg'un Uyg'ur qarindoshlarning oilasiga o'xshash 8 million va undan ko'p xalqimiz turmalarda, lagerlarda azob chekmoqda. Bu biz uchun bir tarixiy fursat. Sebep bizden netice Allah'dır. Hepimiz özümüzden, onumuzdan gelişçe Hristiyanlıkı göstersek, bu zulüm, bu irqi temsizlik, bu irqi kırgınçılık ahırlaşması. Hemen Allah'a rahmet.